Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Bu ko'rib turganlaring uzum qalamchasi, yangilik sortlardan bu ham. Buni hozir video qilishimiz sababi ko'pchilik juda ko'pchilik payvand deganda faqat yashilga yashilni tushunar ekan. Bizga ham ko'chatga kelayotgan mijozlarimiz ko'pchilik ulaganimni ko'rib, payvand qilganimni ko'rib, qora bu eski novdan yangi novdaga ham bo'lsa bo'ladimi deb hayron qolishyapti. Azizlar, bu xolodilnikda saqlangan uzumni qalamchasi. Bu qora o'tgan yilgi novda. Mana pindiklari ham zo'r turibdi. Holatini mo'nqaylar ko'kkimay. Buni payvand qilishdan oldin, bir kun oldin kecha tayyorlaganman. Bugun mana payvand qilyapman. Qaranglar, qanaqa suvli. Yangi kesib olsangiz xuddi shunaqa bo'ladi mana. Yangi kesilgandek turibdi. Buni ko'kka qora payvandda hozir ko'rsataman sizlarga. Mana o'zini barobari. Mana bu shunday bo'lsa, o'zi barobari mana shu novdaga hozir payvand qilib, endi bitta o'zimman syomka qilgani to'g'risi odam yo'q tepadaman. Shuni hozir payvand qilib bo'laman, bitta ko'rsataman. Mana ularda ham mana bu tarafda payvand qilganman kecha. Mana ko'kka qora. Bular xudo xolasa endi hamma narsani avvali Allohdan, biz sababchimiz, buni ulab qo'yganmiz. Xudo xolasa ko'klab ketsa, bitta plus tarafi bor-ku azizlar. Buni ko'pchilik uzumga ahli deganlar biladi. Bu yilda o'zida nishona ko'rsatadi bular. Hosil beradi, chunki bular mevali kaltak. Uzum kaltayimiz mana bitta novda, mana shu novda ketgan, boshqa nimasi yo'q. Xullas chiqargan bunaqalarini, shoxlarini, bachkilarni hammasini olib tashlaganman, chunki amal mashina o'ziga kelish uchun. Telefonni yaxshi o'chirib mana. Payvandga ham ahamiyat beringlar, mana yaqinroqdan iloji boricha ko'rsataman. Ko'kka qora payvand mana. Mana shu payvand eng zo'r payvand hisoblanadi. Bu ushab ketsa, xudodan bo'lib, ushab ketsa, bular siraz mevaga kiradi bular. Ham yaxshi kaltak suradi. Hozir xudo xolasa, mana shunga o'zimizni uzumlar bular уже mevalab qoldi mana. Ko'k payvandlar hozir esa avjida, hozir esa payvand qilinadigan payt. Mana shu novdani hozir mana shunga munosib topdim, bir xil ekan, chunki razmeri. Mana shuni payvand qilib turib, bu tarafda mana novdalarni hammasini olib tashlayman, chunki mana undan kelayotgan novda amal mana shuni o'ziga keladi. Mana shuni o'ziga kelib, mana uni kuch beradi-da, katta ozuqa mana shuni o'ziga keladi. Keyin xudo xolasa nima bo'ladi? Amal olib, bular xudo xolasa bu yilda o'zida nishona beradi. Qaranglar, bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Bu narsada kaltakni sirazi bular saqlangan-da, xolodilnikda yoki yerga chuqur joyga ko'mib qo'yib saqlangan kaltaklar. Ular suvi baribir qochadi. O'shaning uchun payvand qilinayotganda shunaqa holatda payvand qilaman desiz, bir kun kamida suvda turish kerak. Rosa bir sutka bo'ldi, kecha mana shunaqa paytda solib qo'ygan edim. Bugun hozir olib payvandlarni qilib qo'yapman. Xudo xolasa payvand qilib bo'lib turib ko'rsataman. Payvand jarayonini endi aytib o'tganimdek odam yo'q olib turgani videoga. Shuning uchun o'zim payvand qilib bo'lganimdan keyin bir qator tushuntirib ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa qilib payvand qilgan yaqinroqlardan. Mana kesib oldim. Qaranglar, hozir rosa payvand vaqtiligi uchun mana uni ichi suvga to'lib turibdi mana. Ko'rasizlarmi? Shu o'rtasidan yorib turib, mashina mana shu kaltak mana bilan razmeri bir xil ekan. Mana bitta lezva bilan chiroyli qilib kesib olinadi. Shu o'rtasidan hozir rosa suvli-da bu. Kesib turib, chiroyli qilib stretchlab, salafanlab o'rab qo'yaman. Mana uni qolgan nimalarni olib tashladim mana. Shunisiga ham ahamiyat berish kerak, chunki hamma ozuqa mashina o'ziga jalb qilinadi mana. Hozir o'rab bo'lib turib ko'rsataman endi. Azizlar, iloji boricha shu ish jarayonlarini video qilishga harakat qilyapman. Mana lezvada kesib oldim mana o'rtasidan. Endi suvli joyidan mana kesdim o'rtasidan. Hozir buni bunga chiroyli qilib solib stretchlaymiz. Mana azizlar, ahamiyat beryapsizlarmi? Mana shu mana bu uchi bor-ku, esa kesilgan joyiga tiralish kerak. O'shanda o'zak bilan billa bo'ladi. Ozuqa kelishi yaxshi bo'ladi mana. Pindik, mana pindik. Qaranglar, bitta tagidagi mana bu bariga qoladi.
orasidagi bachkisini olib tashlanadi-yu. Mana bu qoladi. Buni kurtagi bu tarafga qaragan bo'ladi mana. Mana ko'pchilik shunisiga ham ahamiyat bermaydi. Mana buniki bu yoq tarafda kurtagi, bu pindiy bo'lsa, kurtak bu tarafga qaragan bo'ladi. Chunki o'shanda to'g'ri ketadi mana qatori. Sodda qilib tushuntirganda, mana hozir shunaqa qilib plotniy bo'lib tushdi. Endi Xudo xolasa mana bu yerga ham plotniy tushdi. Stretchlab, hozir chiroyli qilib shu uchigacha stretchlab qo'yamiz. Azizlar, mana payvand qilib bo'ldim. Ahamiyat bersalar, mana juda chiroyli qilib, erinmasdan, mana mashitdan mana ko'rinib turibdi. Mashitdan mana kelgan sal pastrog'i bilan birga qo'shib stretchladim. Faqat pindiyni o'zi ochiq qoldi, kurtayda. Kurtayda o'zi ochiq qoldi. Mana tepalarigacha stretchlab qo'ydim. Chunki tepalari bilan birga stretchlansa, mana bu maytdan namlik chiqib ketishini oldini oladi. Mana ahamiyat beringlar. Buni mutaxassis bo'lish shart emas buning uchun. Ko'rib qilsa bo'laveradigan, hamma qilaveradigan narsa bu. Mana pastdagi ko'k kaltay bilan tepadagi mana bu yangi ulanayotgan eski qora nodani razmeri bir xil bo'lsa, imkon qadar zo'r bo'ladi. Ozgina aqabaqa bo'lib qolsa, endi hech nima qilmaydi. Zarari yo'q. Faqat o'rtadagi liniyani to'g'rilab, o'rtadan ozuqa keladigan joyda to'g'irlansa, bir-biriga bitib ketishi oson bo'ladi. Imkon qadar bir-biri bilan razmeri birga bir qilib qilinsa, zo'r bo'ladi, effekt yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa Allohdan bo'lib mashlarimiz ko'klasa, bu yilda o'zida nishona beradi. Mana bag'ini olib tashladim. Bir dona bak o'zi bilan birga qoldi. Bunga xohlasam bunday qilib yopib qo'ysa ham bo'laveradi, o'zi tursa ham bo'laveradi, chunki tepasini stretchlab qo'ydik, namlik chiqib ketmaydi xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Bunga payvand uchun bir joyda o'qib kelish yoki shogird tushish ham shart emas. Mana shu oson narsa, hamma qilaveradigan narsa. Ko'rib olib qilinsa bo'laveradi. Eng zo'r effekt beradigan mana shu ko'kka qora nodani payvand qilish bo'ladi. Sirazi hosil olaman deganlar mana shu ishni qilsa ham zo'r bo'ladi. Sog' bo'linglar. Bitta mehnatni baholab, bitta like bosib qo'yasizlar. Qo'llab-quvvatlab biz sizlarga foydali videolarni yana Xudo xolasa ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bularda hamma narsa Allohdan ko'klasa, Xudo xolasa buni videolarini ham qo'yaman. Xudo xolasa qanaqa kaltay suradi. O'shalarni ham Xudo xolasa keyingi videolarda qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Bilmaganlar mana shu videoni to'liq ko'rib chiqib, bemalol o'zlaring uylaringga payvand qilsalar ham bo'laveradi. Ko'k nodani ham xuddi shu hozir ko'rsatdimki, xuddi shunaqa qilib ko'k nodani ham payvand qilsa bo'laveradi. Tepalarini ham stretchlab chiroyli qilib payvand qilib qo'yaverasizlar mana. Ko'kka qora mana shu bo'ladi. Ko'kka ko'k ham xuddi shu usulda payvand qilinadi azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar yana bir bor.